Assalamu alaykum Şarq Türkistanlıq aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrli olsun. Dünya Uyghur Qurultayı tarafından tasdiqlangan Tor televiziyasininki bugungi Naq Maydon programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men Dünya Uyghur Qurultayı vakalatan hammanglarni yurakdan salomlayman. Hammanglarga Janob Allohdan salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat va barakat tilayman. Aziz qarindoshlar, men Parat Yurunqash buningdan keyin mushu ekran orqali, ya'ni sizlar ko'rayotgan bu Tor televiziyasi Dünya Uyghur Qurultayiningki organ televiziyasi. Mushu ekran orqali biz pat-pat ko'rishib turibmiz, sirdishimiz, mungdishimiz aziz qarindoshlar. Chunki Dünya Uyghur Qurultayining sizlar ko'rayotgan bu Tor televiziyasi shundaqli Dünya Uyghur Qurultayi tarafidan ta'sis qilingan bütün axborot vositalarining hammasi sizlarningki. Bu qalb sadoyinglar, o'rtaq sadoyinglar, xalqimizning sadosi, hammamizning qalb sidishi, hammamizningki illiq oilasi. Aziz qarindoshlar, biz mushu ekran orqali buningdan keyin sizlarni Sharq Turkiston vaziyati, Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston milliy harakatininki xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishiga doir yangi uchurlar bilan vaqtida sizlarni ta'minlab turishga kafolat qilamiz aziz qarindoshlar. Hammalar ma'lum aziz qarindoshlar, hozir Sharq Turkiston masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylandi. Mayli Amerikada bo'lsin, BDT'da bo'lsin, Yevropa parlamentida bo'lsin aziz qarindoshlar. Ammo yana bu yerda ammo deyishimdagi sabab xalqimizningki mujorat yashayotgan xalqimizningki ko'zi, quliqi Amerikada. Amerikadagi jumladan Amerikadagi Uyg'ur davosiningki taraqqiyot ahvolida. Bunda deyishimdagi sabab hammanglarga ma'lum, aziz qarindoshlar, demisam obdan bilasizlar, Amerika bo'lsa dunyoninki siyosiy, iqtisodiy, harbiy markazi. Shuning uchun Uyg'ur davosiningki, Uyg'ur mustaqillik harakatininki Amerikadagi taraqqiyot ahvoli bu Sharq Turkiston milliy harakatiningki xalqimizning kelgusi istiqboliga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu nihoyat muhim aziz qarindoshlar. Hammanglarga ma'lum, keyingi mezgillarda bu Xitoy bilan Amerika o'rtasida ciddi bir savdo urushi boshlangan va bu shiddat bilan davom qilyapti aziz qarindoshlar. Buningga parallel holdimi Amerikada Uyg'urlar munosabatlik nihoyat yangi, hammamizni umidlantiradigan, jasoratlantiradigan, xo'shal qiladigan, mamnun qiladigan yangi xabarlar keyin-keyindan har kunidagidek kelishga boshlayapti aziz qarindoshlar. Sizlarga ma'lum emasdan Amerikada ba'zi Avam palata va Kengash palata a'zolari Amerika Davlat Majlisiga Uyg'urlarning kishilik huquq qonun loyihasi sungan aziz qarindoshlar. Bu jiddiy muzokaralar o'tadi Amerikada. Uningdan boshqa Amerika parlamentida, kongressida har kundagidek Uyg'urlar masalasi haqida guvohlikni berish yig'ini o'tkazilyapti. Institutlarda, universitetlarda ilmiy muhokamalar o'tkazilyapti va bu yerda Amerikaningki asosli matbuotlarda, dunyoning asosiy matbuotlarda bu yerda pat-pat Uyg'urlar masalasi bo'libmi Sharq Turkistondagi mustaqil hukumatning Sharq Turkiston ta'sis qilgan jazo lagerlariga munosabatli bu yerda obzorlar, maqolalar e'lon qilyapti aziz qarindoshlar. Oldi bilan sizlarni Uyg'ur davosining Amerikadagi taraqqiyot ahvolining oxirgi yuzlanishi, eng yangi yuzlanishi haqida atrofli ma'lumotga ega qilish maqsadida bugungi Naq Maydon suhbatimizga nihoyat qimmatli, nihoyat aziz bir mehmonimizni taklif qildik aziz qarindoshlar. Mana ekran oldida hammanglarga tanishlik bo'lgan bizning vatan sididagi qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizdan biri bo'lgan, iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizdan biri bo'lgan, shundaqli fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan biri bo'lgan Roshan Abbas xonim hozir ekran oldida va bugungi Naq Maydon suhbatida biz Roshan xonim bilan Roshan xonimningki albatta ya'ni siyosiy hayoti, shundaqli Amerikaningki Uyg'ur davosining taraqqiyot ahvoli haqida paranglashimiz, suhbatlashimiz bu yerda aziz qarindoshlar. Qadrli Roshan xonim, atoyatdan vaqtingizni chiqarib sizlar Amerikadagi siyosiy faoliyatlarimiz bek oldira suyib ketdinglar. Hozir beshonga qashqadek vaqtingiz yo'q. Shunda bo'lsa-mu, bugun atoyatdan bizning talabimizni rad qilmay bu Naq Maydon programmamizga qatnashib berganligingizga sizga alohida rahmat aytaman. Hoş geldiniz. Rahmet. Assalamu alaikum vatandaşlar. Parat efendim. Sizler cafat atıvatsızlar. Dünya Qurultayıdagi şu hizmetni qılayotgan barliq qarindoshlar. Hemen rahmet. Ekran oldidagi bütün dünyanın her yerlerinden anlayotgan vatandaşlar. Sizlarga salom.
Pirat efendim yuqorida deb o'tganimizga o'xshash haqiqatanmi bugungi kunda Uyg'ur davosi vatanimiz Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulmlar, Uyg'urlarning bugun yuzinayotgan vatandagi sharoitli ahvollari kunda degidek hukumatida, parlamentlarida, ular har turli muhim Xitoyga munosabatli bo'lgan siyosiy komitetning oldida bu davomliq har kuni programmalar yig'inlar bo'lib turyotidi. Mana oldimizdagi hafta 4 dekabrda Sharqiy Osiyoda o'tgan xalqaro bexatarlik siyosiy komitetida Tashqi ishlar ministrligining yordamchi ministrlari Scott Busby yaxshi sifatdan o'tib so'zlagan vaqtida 2 million Uyg'ur hozir jazo lagerlarida turayotgan 2 million Uyg'ur deb o'tdi. Garchi biz bu 1 million degan so'zning bu 1 million degan sonning nayta ozligini, bu 1 million degan bir yilning yog'mishida to'xtab turganligini, asliyatda jazo lagerlarida qo'llanib qarindoshlarimizning 1 milliondan intayin jiqligini, hatto 3 million, 4 millionligini bilsakmi, rasmiy bir yer e'lon qilinmagan boshqa biz hozirga qadar so'zlagan matbuotlarda bo'lsin, hamma yerlarda 1 milliondan ortiq deb kelib chiqqan. Ama 4 dekabrda Scott Busby efendimning so'zida 800 mingdan 2 milliongacha jazo lagerlarida tutib turilyapti deb o'tdi. Shunga o'xshash hozir matbuotlarda har kuni Uyg'urlarga munosabatli eng nopostliq butun dunyoga tanilgan G'arbning matbuotlarida davomli Uyg'urlar to'g'risidagi xabarlar va tanqidlar chiqaryotdi. Ro'shan Abbas xonim, masalan, xalqimizning kutayotgan shu hamda masalan hozir xalqaro masalaga aylandida, butun xalqaro tashkilotlar ayblayotdi, BDT ayblayotdi, Yevropa parlamenti ayblayotdi, Amerika Avam palatası olsun, Kengash palatası olsun, yoki yuqori darajada hukumat organlari olsun, hammasi bu mustabid komissar Xitoy hokimiyatining bu Sharq Turkistonda tasdiqlangan jazo lagerlari masalasi munosabati bilan Uyg'urlarga yurgizayotgan bu irqiy qirg'inchilik siyosati sababi bilan Xitoyni qattiq ayblayotdi. Ammo xalqimizning bir umidi bor. Bu yerda bir umidi, orzusi bor. Bir natijani ko'rishni orzu qildi. Faqat ayblashni emas. Masalan, bu yerda xalqimiz nimani orzu qildi desangiz, hozir masalan Amerikada shu Sharq Turkistonda yurgizgan bo'lgan jinoiy qilmishlari sababidan bu yerda Xitoyning rahbarlarini bo'lib Chungchang boshchiligidagi Xitoyning atalmış Şinjan Avtonomik Protokolü'nün sekreteri Chungchang boshchiligidagi Xitoy rahbarlarini bu yerda jazolash, Xitoy iqtisodiyotini embargo qo'yish, Magnitsky qonuni bo'yicha haqida bir ciddi bir qadamlarning besishini orzu qilyapti xalqimiz hozir hamda. Shunga men butun xalqimizningki ko'zi quliga Amerika deyishimga sabab shu. Bu vaqtda bir umid bormi, masalan Xitoyga shunday bir iqtisodiyotdan bir embargo yurgizish va yoki Magnitsky qonuni bo'yicha shunday bir ehtimollik bormi? Siz shu ehtimollikni ko'ra oldingizmi? İnşallah umu bo'lib qolar. Oldimizdagi hafta shu Global Magnitsky qonuni bo'yicha jazolash to'g'risida şu qonunni tunuşturgan senatorning o'zining so'zlashida bir panel bo'lmoqchi. İnşallah şu panelga qatnashib shu yerda bu masalani o'tirg'a qo'yamiz. Endi bütün Amerikadagi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi va faoliyatchilarimizning tirishchanligi bilan to'xtamay bu masala o'tirg'a Sebebini qilib bersak, bizning bu da'vo haq da'vo. Cenab-ı Allah'ın hemdemde buluşu bilen tutmay tirişçalık ispesek bir yerden bir netice buldular. İşini memnunum. Rahmat Ro'shan xonim, bu ovozda bizni Ahmedondan ko'rayotgan ba'zi qarindoshlarimiz ovozningki sizning ovozingizning toza yaxshi kelmaganligi haqida inkas yezyapti. Masalan, yaqinroq kompyuterga hamda ovozni bir qayta bir bizning texniklar ovozni qayta bir nima qilsin.
Roşan xanım sizni avar qildigan bo'ldik bugun aziz qarindoshlar to'g'ri tushuninglar chunki naq maydon programmasi bo'lgani uchun naq maydon programmasi taskan haqiqatan buni idora qilish men avval qatimli programmalardimi dedim men o'zim 35 yillik jurnalist turib hozirgacha naq maydon programmasida biroz tandirgandek his qilyaptim o'zimni buningda endi texnik sebep texnik meseleler pat ko'rilib turdi ekan shu qarindoshlarimizdan bu jihatda apu so'raymiz uzr so'raymiz Roşan xanım haqiqatan bu Uyghur davasının Amerika'daki hazır terakkiyat yüzünüşü hakikaten hemimizni ümitlendirdi, memnun kıldı, xursand kılgan bir vaziyet geldi. İnşallah bir yerde meyle Uyghur kişilik hukuk kanun layısı olsun, maqullanışı olsun, ya konusu Magnitski kanunu boyunca Xitay rehberleriga bir iqtisodiyotdan jazo va yoki embargo yuritish masalasi bo'lsin bir xalqimizni xo'sh qiladigan memnun qiladigan bir qadam besilib qolar deb o'ylaymiz chunki yuzini shuni ketyapti Amerikadagi Uyg'ur davosining taraqqiyot yuzinishi xo'sh aziz qarindoshlar sizlarning bu yerda ko'rayotganinglar dunyo Uyg'ur qultigi tarafidan ta'sis qilingan to'rt televiziyasininki naq maydon programmasi biz hozir Amerikadagi bizningki qo'lliq siyasi faaliyetçilerimizden, bizim aktivistlerimizden kaderlik Roşan Abbas Hanım bilen biz naq maydon söhbeti o'tkazayotimiz aziz qarindoshlar. Bu yerda shuni ta'kidlab qo'yay. Bizningki milliy inqilobchimiz, milliy ustozimiz Muhammad Imom Bug'roninki ikkinchi qitim yani 1949-yil chet elga hijrat qilib chiqqan vaqtida degan bir mashhur so'zi bor. Gayet mashhur bir so'zi bor. Ko'pincha anglanglar buni. Nima degan Imom Bug'ro hazratim? Biz Sharq Turkistonliklar vatan için vatandan ayrıldık degan. Buna ait meşhur bir söz. Bununki ma'nosi nima? Buni izoh bergan vaqtda biz faqat yashash uchun chet elga chiqdik. Biz faqat jinimizni qutqizish uchun vatandan chiqdik. Biz shu qo'ldan ketgan vatanimizningki milliy mustaqilligini qaytarib olishning chora tadbirlarini izlab hijrat qilib chiqdik. Bizninki shu tatqizib qo'ygan bizningki Cumhuriyetimizningki engişlerlerini, kıymetlerini saklap kılış, onu evlat, onu varısı kılış üçün chet elga chiqdik. Biz herkes muhacirat yaşayotgan bütün Sharq Turkistonliklar chet elninki rahat-paroqatlik turmushiga berilib ketib, vatanni unutib qolmasligimiz kerak. Vatan işte mustamlik asrida yashayotgan xalqimizni unutib qolmasligimiz kerak. Her zaman ular bilan bir nafas buluşumuz kerak. Ular bilan her zaman rishtimizni bog'lab turishimiz kerak degan vasiyatni qoldirgan va bu Mamtun Bug'ro ustozimiz bo'lsin, Aysa Yusuf Olibtekin ustozimiz bo'lsin, toki umrining oxirigacha mushu 30-yil qurilgan tunji Cumhuriyetimiz Roşan xonimning mening keynimda turgan bu ikki Cumhuriyetimizningki din miros qolgan bu bayroqqa varislik qilib butun xalqlarlarda umrining oxirigacha kurash qildi va ular bu dunyodan vidolashib shahodatga erishgandan keyin bizningki yosh bir avlod, ikkinchi bir avlod, uningdagi uchinchi bir avlod bizningki fidokor azimatlarimiz buni varis qilib toki hozirgacha biz 30-yil qurilgan tunji Cumhuriyetimiz tarafidan qabul qilingan bu ay yulduzliq bayroqni qo'limizdan tushamay hozirgacha buni varis qilib keldik aziz qarindoshlar. Albatta bu oson emas. Bu albatta buni bizningki qo'lliq fidokor yani Sharq Turkiston milliy harakatininki motoriga aylangan tayanch kuchlarininki bu yerda fidokorligidan hargiz ayirib qarashga bo'lmaydi. Ana shularning birimi bizningki qadrli ekran oldida o'tirgan Roşan xonim izchil turda bizningki mush chet ellarda mush Sharq Turkiston milliy harakatida shug'ullanayotgan bizningki qo'lliq tayanch kuchlarimiz bularning soni zaten yuzini oshmaydi. Qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizninki har birininki hayot kechirmishlariga qaraydigan bo'lsanglar, siyosiy hayotga qaraydigan bo'lsanglar, hammamizni faxrlantiradigan, iftixorlantiradigan nihoyatda güzel ularninki bir tarixi va aziz qarindoshlar, bir inson bekor turib bir kechada inqilob cho'kib ketmaydi, bir kechada qo'lliq siyosiy faoliyat cho'kib ketmaydi. Ularninki hayotini, siyosiy hayotini, kurash hayotini o'rgangan vaqtida, to'g'ri o'rgangan vaqtida bu siyosiy qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizninki qadriga taqim yetisizlar aziz qarindoshlar. Bu yerda bularninki berayotgan bu faoliyatlarninki to'layotgan badallarininki qiymatini bilsizlar va ularga to'g'ri odil shaklda baho bersizlar inshaalloh. Shuning uchun aziz qarindoshlar biz bugun Roşan xonimning arantasida qimmatli vaqtini ajratib bu ekranga keldi, eklab oldik. Biz albatta birozdan keyin yana Uyg'ur davosining xalqaro taraqqiyot ahvoli, Uyg'ur davosining xalqaro taraqqiyot
bu Amerikadagi taraqqiyot ahvoli haqida yana to'xtalamiz birozdan keyin. Avval Ravshan Abbos xonimninki bir hayotini qisqacha bir o'rganaylik. Buni o'rganganimizdan keyin o'zimizga foydasi bor bo'lib yoshlarimizga. Hurmatli Ravshan xonim, sizdan hamda shuni bir so'rag'im keladi. Nurg'un insonlar mujorat yashayotgan qarindoshlarimiz sizni biladi. Ravshan Abbos, siz milliy mustaqillik harakatimizning bir marka holiga kelgan, simbol holiga kelgan bizning xonim qizlarimizdan biri. Shundaqdimi nurg'un yoshlarimiz sizningki o'tmishingizni bilmaydi. Shuning sizningki bir o'quvchilik hayotingizga, studentlik bir hayotingizga qaytsak, mening bilishimcha, ikkimiz maktabdosh, men biroz cho'ngroq sizdan boldirib bitirib ketgan. Mening bilishimcha hamda anglashimcha sizmi 1985-yildagi 12 dekabr o'quvchilar harakatiga qatnashgan ekansiz. Uningdan keyin albatta 88-yildagi o'quvchilar harakatidami muhim rol olgan ekansiz. Mushu o'zingizningki mushu o'quvchilik hayotingiz 85-yildagi bu o'quvchilar namoyishga qatnashish jarayoningiz, bu maktab hayotingiz haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu yoshlarimiz buni anglasa deyman. Bo'ldi, rahmat. Tegimizga o'xshash Şinjan Üniversitesi'ndeki o'quvchilari bu çok temiki dava Sharqiy Turkiston davası nereden nereye geldi degan bu naiti intayin bir yüksek bir tema. Bununla ben tazı degan to'liq cevabını yaxshi tasvirlab bermasligim mümkün ama ben faqatla o'zimning hayotim, meningki ailem, akamishkimizning Amerikaga kelgandan keyingi bir qism faoliyatlarimiz bilan Rashad Abbos shular orqali bir tasvir o'tay. Endi undan burun deganingizga o'xshash men shu 85-yilgi boshlasam qisqacha. Xo'sh. Eng oxirgi 10 yillik bo'lgan o'quvchilarning birisi bo'laman. Bo'lganda 84-yili men 10 bitirib 17 yosh vaqtimda oliy maktabga chiqdim. Hemen oliy maktabga chiqqan vaqtimda bizningki biologiya fakultetining bir yillik Xitoy tili o'rganishni kesibdi 4 yil o'qidik kasb bilan kirib. Shunga biz 84 ni o'qib bilan 83-yilliklarni kerak kasb bilan 83-82 ning bolalar bilan tang kasb o'qidik. Şu 85-yili yazlık tatilde men yuqori sinfning bolalar bilan ko'p paranglashib, fikr almashtirishlar jarayonida bu da'voga men shu chog'da kirdim bundacha aytganda. Endi shu 18 yosh vaqtim 1985-yili yazlık tatilde vatanda bo'layotgan shu Lopnordagi atom bombasi testing, atom bombasi sinaq qilish. Andan keyin o'sha Xitoy ko'chmanlarini ko'plab ko'chirib kelish, asosda yo'l qo'yilayotgan ikki boladan ortiq balog'in olmaydi degan tug'utni cheklash, degandek bir turkum yerlik siyosatga biz qarshi bir harakatlarni qilaylik deb fikrlashib, shu narsadan boshlandi. Meningki bu davlatga rasmiy kirish. Andan keyin yani şu yuqori sinf bolalarninki tayyorlik qilishi, yuqori sinf bolalarning planlashi bilan men aktiv qatnashdim. 1985-yili 12-oyning 12-kuni nihoyat cho'ng keng ko'lamli ko'plarning esida bir zamondosh shu vaqtda oliy maktabda o'qigan, hatto o'rta maktabda o'qiganlarning esida bu namoyishlar nihoyat zo'r keng ko'lamli qarşılık namayışı yapmadık. Bir dakika Ravshan xonim, qaraganda ovozingizga ko'rilayotgan masala nima o'xshaydi? Yeningizda boshqa telefon bo'lsa, agar qo'l telefonim bo'lsa, biroz uzoq tutsangiz, ondan keyin biroz ovozingizni yuqori ko'tarib, kompyuterga yaqin kelsangiz bo'ladi o'xshaydi. Xo'sh, biz 85-yildagi namoyishga keldik. Ravshan xonim gapingizni bilib qo'ydim, diqqatingizni chechayotmak uchun sizni uzr so'rayman. Xo'sh, davomlashtirsak. Endi-chi, ovozim qanday? Hozir yaxshi, marhamat. Shu deganimga o'xshash 85-yilgi namoyishda aktiv qatnashdim. Xo'sh. Andan keyin 86-yildan boshlab
Dolqun İsa o'quvchilar orasida aktiv faoliyat olib borgani turdi. Hozirgi bizning Dunyo qurultiyining raisi Dolqun Aysan demoqchi siz. Xo'sh. Aytib to'g'rilayadi. Hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyimizning raisi Dolqun İsa efendim aktiv savatishim bo'lgandan keyin men shunaqa burunqi ko'nganim bilan gap qildim, uzr tilayman. Dolqun İsa faoliyat olib borgani turdi. Shu vaqtida andan keyin aqartish tashkilotini qurish, andan keyin bir takım planlar bilan jurnal chiqarish, qarshilik faoliyatlarini olib berish, fakultet, maktab yurib, doklad so'zlab, o'quvchilarni uyg'otish degandek bu faoliyatlarda men hozirgi raisimiz Dolqun İsa'ning yanida maqtak turdim. Mesela şu vaqtda gapingizni qistirib qo'ying. Shu vaqtda Dolqun Aysa shu Uyg'ur aqartish uyushmasining atalmish Shinjon universitetida sizlar ta'sis qilgan. Ya'ni o'zinglar mustaqil ta'sis qilgan Uyg'ur aqartish uyushmasida Dolqun Aysa rais bo'lgan. Sizmi shu, men anlasam, sizmi shu rahbarlik aytdi ekansiz, shundaymi shu Uyg'ur aqartish uyushmasiniki? Shundaqa. Biz xeyli uzun tayyorlik qilish bilan maktab yurib, maktab berib, Dolqun Aysa doklad so'zlaydi. Biz 8 saat o'qib, darsdan tushib, endi Dolqun Aysa ayni vaqtida fizik fakultetida bo'lg'achqa, men biologiyada bo'lg'achqa, bizga tajribalarimiz bo'lgan, fizik darsdan tushgandan keyin kashi tajribalar va shundoq bo'lsa-mu, shu darsimizni tugatib, tajribamizni ishlab bo'lib, shu fakultet, maktab berib, shularning zalida o'quvchilarni yig'ib, Dolqun Aysa shu vaqt shundoq maqtdi, shundoq talantli uyg'otish harakati olib borgan aytganda. Shundoq qilib, eng oxiri bir 6-7 oy, 18 oy tayyorlikdan keyin 87-yili 5-da rasmiy shu aqartish tashkilotini qurdi. Qurgan vaqtida men Dolqun Aysaningki muavin raisi bo'lib tashkilotda faoliyatlarga aktiv ishtirok etdim. Sizlar bu tashkilotning hukumat shu vaqtida atalmish Shinjon universitetiniki mayli ittifoq komiteti bo'lsin, yo bo'lmasa maktabning rahbarlik hay'ati bo'lsin, hech qaysi qo'llamagan sizlarniki bu qurgan. Chunki sizlar mustaqil, o'zinglar mustaqil qurgan bir aqartish uyushmasi. Bizmi ko'p buni aqartish uyushmasining nomini ko'p anglagan shu vaqtda, masalan sizlar maxsus o'quvchilarni ta'til mazgilida masalan o'rlashtirgan baysiz degandek aqartish uyushmasiniki a'zolarini har zaman bir qancha ming odamga yetganda, endi ularning a'zolarining soni shu vaqtda ta'tilga borgan o'quvchilar shahar milliy ma'rifniki ahvol haqida tekshirish olib berish va siz boyda o'tgan ba'zi mazmunlarda mayada Uyg'urlarning turmush ahvoli haqida, ma'rif haqida, asosli milliy ma'rif ahvoli haqida bu yerda solayotgan masalalar haqida fikr kelib, buni munosabatli organlarga yetkazish, buni asosli vazifa qilganlar. Ammo bu zaten hukumatningki turli shu vaqtda mening anglag'animda turli to'sqinliklarga uchragan. Xo'sh, bu sizlarning aqartish uyushmasi 88-yili apreldan 2-chi qatimliq keng ko'lamli namoyish, ya'ni Dolqun Aysa boshlig'idagi qarindoshlarimizning boshlamchilik, sizlarning boshlamchiligingizda apreldan keng ko'lamli namoyishda qanday rol o'ynadi? Masalan, Dolqun Aysa sizlar qurgan bu Uyg'ur o'quvchilar aqartish uyushmasi. Deganingizga o'xshash u vaqtida endi hukumat va maktab doiralari garchi qarshi chiqmagan bo'lsa-mu tashkilotimizga, faoliyatimizga, ammo bizning qilayotgan ishlarimizdan ular qattiq rohatsiz bo'lgandi. Chunki biz deganingizga o'xshash fanlarga bolalarni evatib, tekshirish, tadqiqot olib berib, rasmlarni, videolarni kelib, milliy ma'rifni yezadagi ahvoli, ya'ni Uyg'ur maktablarining ahvoli qanday, yezadagi Xitoy maktablarining ahvoli qanday, shularni akilib, doklad tayyorlab, ma'rif komitetlariga, hukumat doiralariga evatib nima uchun bu ma'rif berilgan pul Xitoy o'quvchilari bilan Uyg'ur o'quvchilariga o'xshash hajlanmaydi. Bütün maktablarning ahvoli bunda deb biz amaliy faktlar bilan ularni qo'yib, bundaqcha aytganda shu vaqtda shu Dolqun Aysa apandim shug'ullarga kirganda rasmiy so'roq qiladi hukumat arboblarini, ular qattiq rohatsiz bo'lgan. Shuning bilan 88-yili bir haqorat so'zlarniki fizik binosining
işçiге izleşi bilen onu o'quvchilar maktabga topshirib qilgan vaqtlarda tashkilot va do'konda aktiv yetakchilik qilib 88-yili 6-oyning 15-kuni cho'ng keng ko'lamli namoyish o'rinlashtirdi. Biroq mening o'zimda o'qish bitirish bo'lg'achqa 88-yili men maktabning o'rinlashtirishi bilan naqsh 6-yilki 14-15lari men o'qish bitirish dissertatsiyasi yozish uchun o'ziga praktikaga ketgan vaqtim. Shu kunki namoyishning o'zida men bo'lmadim. Biroq men o tashkilotning muavin raisi edim. Namoyish kuni men maydonda o'qish ikinci namoyishda. Shuning uchunmi keyin maktab tashkilot rahbarini jazolab, to'lqin Iso bilan yana bir saptishimizni maktabdan haydigan vaqtida, garchi men muavin raisi bo'lsam-mu, ham shundoqla tashkilotda men aktiv xizmat qilayotgan bo'lsam-mu, men faqat shu kuni sababli maktabdan qo'g'inish ichida bo'lmadim. Biroq o'qish bitgandan keyin garchi 4 yil shundoq yaxshi tirishchanlik, yaxshi o'qib oldi bo'lgan bo'lsam, meni asli dehqonchilik universitetiga o'qituvchilik taqsim qilib bo'lgan. Ammo keyin ishga tushadigan vaqtimda siyosiy masalasi bor deb, shu bizning tashkilot shu namoyishda sabab men oxiri kelgan chog'da men xizmatsiz qoldim 88-yil bitgandan keyin. Shuning bilan Ro'shan xonim gapingizni kesdim. Nihoyat güzel, yaxshi suhbat bo'ldi. Ro'shan xonimning 1985-yillik o'qish tarixidagi qatnashganligi oldinlar aziz qarindoshlar va Ro'shan xonimning yana 88-yildagi To'lqin Iso boshchiligidagi ishtirimiz yapgan namoyishda aktiv rol o'ynaganligini buni oldinlar To'lqin Iso efendim shu vaqtda maktabdan haydalgan. Ro'shan xonim bu nihoyat yaxshi bir aslim bo'ldi, xotirlash bo'ldi. Nurg'un yoshlarimiz bilmaydi buni bilib qolgan yaxshi bo'ldi. Masalan siz men sizni 89-yili xatolashmagan bo'lsam 5-6 oylarda men Beijingda dadangiz bilan akangiz bilan birga ko'rgan. Siz 88-yilda maktab bitiribsiz, taqsimot toz o'ngishli bo'lmoqdi. Ba'zi sabdoshlaringiz To'lqin Iso, ba'zi sabdoshlaringiz jazo uchrab maktabdan haydalibdi. Siz 1 yildan keyin mening bilishimcha 88-yil agar xatolashmagan bo'lsam, siz chet elga hijrat qilib chiqdingiz. Bu chet elga hijrat qilishingizmi mushu nimaning Xitoyning ba'zi haqsiz mayli taqsimot jihatdan bo'lsin, siyosiy boshqa jihatdagi ba'zi besin bir sababchi bo'ldi desak bo'lamdi sizniki 88 maktabda 1 yildan keyin chet elga hijrat qilib chiqib ketishingizga? Sizlar ketib qoldinglar, mening ovozim kelamdi bilmadim. Kelyapti-da. Tamam. Deganingizga o'xshash siz meni ko'rgan vaqtingiz 1989-yili aprel, ya'ni 5-oyning 5-i, 4-oy 5-oy vaqtlari bo'lishi mumkin. Men viza kelgan vaqtim. Shada Beijingda o'qiyotgan vaqtda dadam Beijingda edi. Dadam elib kelgan to'g'ri. Men aslida shu 88-yili o'qish bitirishning oldida asli chet elga o'qishga chiqish uchun hamda rahmatli dadam Jirahni o'ylab hamda oliy maktabni bitirgandan keyin shu Amerikada bir o'qishga borgan bo'lsa degan umid bilan shu Amerikadagi professorlar bilan aloqalashib meni o'qishga chiqishimni nima qilib planlab ekan. Biroq shu 88-yilgi namoyish shu sababli tufaylidan men pasport ololmadim. Ammo bu o'qishim chetib qolgan. Ammo qo'limda butun material bor. Maktabning masalan Washington shtat universitetining chaqiriqnomalari, qabul qilish qog'ozlari, bizga iltimos qilish hamma material qo'limda bor. Keyin ondan deganimga o'xshash men aqshga ketib qoldim. Urumchida xizmat qilgan bayqi so'zimning davomi. Xo'sh. Undan keyin endi ayni vaqtida esingizda bor 88-yillari odatda maktabga o'qishga kelgan boshqa vatanning har joylaridan kelgan o'quvchilar yaxshi o'qiganlar hammasi Urumchida qolatdi. Shunday. Men Urumchida tug'ilib, Urumchida cho'ng bo'ldim. Bo'lib Xinjiang universitetining ichida tug'ildim, ichida o'sdim. Shu yana Xinjiang universitetining o'zida o'qidim.
eng ahir kelgan chog'da ma Urumchidan xizmat chiqmay, shu siyosiy faoliyatlarim sabab men uning qarshisiga endi atishga ketdim-da. Şu seferde yolda ketib qolgan vaqtimda faqat esimdan chiqmaydi. Ilk bir Sovyet vaqtida O'zbekistonning bir filmi vardı, yezidagi ayol o'qituvchi deb. Shu ishlashman. Bir shaharda tug'ilib, shaharda o'sib, endi atishga, endi bir shaxsiylar ochgan, shu bir vatanparvar tijoratchi qarindoshlarimiz ayni vaqtida shu Uyg'ur yoshlarining tarbiyalanishi uchun o'zini shaxsiy iqtisodiy bir qurgan maktabda, shu maktabga biz ham aloqalashib, shu maktab bilan shu yerga o'qituvchilikka bordim. Berib bir mavsum dars o'tib, andan keyin qish ta'tilda Urumchiga kelsam, andan keyin Janobil vaqtida ma'rifni tutadi. Janobilning naytdi endi o'zimning kuchlik vaqtlari, shuning bilan shu endi ma'rifga mas'ul bo'lg'achqa, ya'ni mening o'qish qilishimga oxiri kelgan chog'da pasport ilishga yordam qilib, endi bu vaqtida haqiqatan menga haqsizlik bo'lgan endi. Shu haqsizlikqa endi ya'ni chatga chiqib o'qishga bir yordam qilay degan narsa bilan shu pasportni ishga uzib bergan. Shuning bilan men Amerikaga 89-5 oyda chiqib ketdim. Bu mesela Roşan Hanım, bu çetellik hayatınız köpünçü burun, 20 yıl burun çetellik çıkanlar köpünçüsü bilirdi sizin çetellik hayatınızı. Yaşlarımız bilmeydi, şunda olsun hatırlatıp biteyim. Mesela Roşan Hanım, benim bilişimce, ben şu vaxtıda mı anlayan, siz Amerika'ya çıkıp mı, yana şu özünüzün yaşlı hareketi canlandırış, bu gayınızın vazgeçmeyken siz, benim anlayanım göre, siz bizning Uyg'ur olimi Erkin Sidiq bilan birlashib Amerikada chet eldagi tunji yoshlar Uyg'ur yoshlar tashkilotini, ya'ni Tangritaq Uyg'ur o'quvchilar uyushmasini qurib ekansiz. Bu haqda bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, buni nima deb buni qurish zurriyatini his qildinglar va qachon qurildi? Nima maqsadda qurildi? Men Amerikaga deganimga o'xshash 89-yili 5-oyda keldim. Anandaki ben keliplam 3 haftadan keyin Tiananmen'da Demokratik O'quvchilar harakati qattiq qirg'inchilikka uchrab, nurg'un o'quvchilar o'ldirildi. Buning bilan men anandaki shu bilan Amerikada qilishim shuning sababkori bo'ldi endi. Men shu vaqtida 89-yil 6-oyning 4-kunidan kelganlar biz yeşil kart berilib shu o'qishimizni şunun bilen devam ettik. O çağda siyasi panalıq degan gaplar yo'qdi Amerikada. Andan keyin men bir yozliq ta'til qilib 91-yili men vatanga bir bordim. Endi barin vaqasining tafsilotini angladim. Vatanda. Xitoy hukumatining vahshiy qirg'inchiligini, barin vaqasida qanchalik shu barinda qanchalik odamlarning qirilib ketganligi, hatto bu vaqtning qirilib ketganlari shularni ko'rib, andan keyin men Amerika qaytib kelgandan keyin Amerika parlament a'zosi Sid Morrison deb Washington shtatninki Amerika kengash palata a'zosi bo'ldi. Shuning bilan ko'rishdim. Ko'rishib, men ham Amerikadagi davlatni shu vaqtda boshladim, barin vaqasidan keyin. Ammo mening kamda umidsizlanganim bir yerga berib, men 1 soatlik ko'rish elib, 1 soat shu Congressman Sid Morrisonning o'zi bilan 1 soat paranglashgan bo'lsa, 1 soat vaqtimni 45 minut desam bo'ladi. Uyg'urlarni tunutish bilan o'tdi. Chunki Uyg'ur degan ismni hech kim anglamagan ekan. Shunday. Bu mazgilda shunday. Endi biz Sharqiy Turkiston vatanimizning ismi desangiz, Turkmanistonmi deb atgan. Shunday. Turkmeniston emas, Sharqiy Turkiston desangiz, Turkiyami deb atgan. Shunday. Uyg'ur desangiz, Uyg'ur degan nima deb atgan. Shunday. Ham shu jarayonda andan keyin bu Uyg'urlarni tunutish, Uyg'urlarni qanday qilib Uyg'ur desa, shu g'arb ellarda bo'libmi Amerikada o'chaqlar bek qildi. Shu 93-yili 3-oyda biz Erkin Sidiq akamiz bilan birlikda shu o'quvchilar uyushmasi qurgan vaqtimizda asosli endi u chog'da bizning o'ylig'imiz Uyg'urlarni tunutish, Uyg'urlarni qanday qilib Amerikada qanday bir millat bor,
Xitoyning ishg'oliyatida qolgan bir aşağıda bir taşınıp qalğan Xitoyning qo'rliqqa uchrayotgan bir millat bor degan mush qumni qilib tunitimiz degan maqsad bilan ham Amerikadagi shu vaqtdagi Amerikaga kelgan o'quvchilarni ya'ni Uyg'urlarni Amerikaga aytib chiqqan Xabibulabodikidek Amerikaning Qubechidan Qubeshiga uchish uchun 6 soat ketadi aeroplanda 3 soat vaqt farqi bor. Unda bo'lgandan keyin endi Amerikaga o'qishga kelgan bolalar chechilib ketganda bir tarafga masalan men o'zim u vaqtlarda men Washington tutib biz Kaliforniyada Minnesota bo'lsa sharqiy qirg'oqda shundoq chechilib ketgan ahvolda sharqiy qirg'oq bilan g'arbiy qirg'oqning oraliqi boy deganimdek aeroplan bilan soat shu o'zaro aloqani kuchaytirib ayni vaqtda bizning Afrikada qiladigan da'volarimizning birisi endi mening turishimda shu Uyg'urlarni bir-birisi bilan kelib yo'qotib ketish emas, Uyg'urlar bir-biri bilan bir mukammal bir aloqa, bir-biri bilan yaxshi munosabat tiklab da'vo asos serishadi. Shu maqsad bilan qurilgan. Ro'shan xonim, haqiqatan men tunji qatim 93-yili Turkiyaga chiqqan vaqtimda, hijrat qilib chiqqan vaqtimda men shu Turkiyada turib anglagandim. Shu nimada Amerikada tunji shu erkinsizliklar Ro'shan xonimlar birlashib turib bu Tangtaq Uyg'ur o'quvchilar uyushmasini quribdi degandan keyin haqiqatan suyungan, chunki Uyg'urlarning Amerikadagi bir davlatda, g'arb davlatda tunji qatim bu tashkillanishi bu haqiqatan nihoyatda muhim bir ishdi. Men 95-yili Germaniyaga kelgan vaqtimda butun Yevropada Uyg'ur deganni asosiy jihatdan bilmaydi, bo'libmi keyingi 10 yil ichida, 15 yil ichida bu Uyg'urlarni tanishga boshladi va hozir Uyg'ur desa asosiy jihatdan hammasi buni nihoyatda obdan biladi. Masalan, Ro'shan xonim, yana shuni so'ramoqchi sizdan. Masalan, siz shu hozirgi Amerikadagi Erkin Osiyo radiosi da menki Uyg'urcha anglitishni qo'ygan vaqtida, yo'l qo'ygan vaqtida Uyg'urcha anglitish bilimini qurgan vaqtida siz tunji qatim shu radioda ishlaganlarning birisiz, xodimlarning birisi va men anglayman shu vaqtda shu Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimininki qurilishidami sizning belgilik bir rolingiz, lobby munosabatlaringizning bu yerda bir rolning bo'lganligi qayd qilindi. Bu vaqtda masalan shu Erkin Osiyo radiosiningki Uyg'ur bilimining qurilishi va sizning u yerdagi ishlash jarayoningiz haqida bir ma'lumot bersangiz yaxshi bo'ladi, chunki ko'p yoshlarimiz bilmaydi bu masalani. Endi bu temaga qaytib kelsak, ozroq Sharqiy Turkiston nereden nega keldi deganda endi muhojiratda bo'libmi Amerikada Sharqiy Turkiston davosininki endi asosiy shu yanala bizning shehidlarimizning qonlari shu turmada yetayotgan, shu chog'larda turmalarda yotgan qarindoshlarimiz va Sharqiy Turkiston davosi uchun shehid tushgan qarindoshlarimizniki qonlari bilan yuksaldi. Masalan, endi boyda o'tganimga o'xshash Baran voqeasi bo'ldi. 97-yilga kelgan chog'da G'ulji voqeasi bo'ldi. G'ulji voqeasidan keyin rasmiy tartibli marshlar o'tga chiqdi. Shundan 98-yilga kelganda endi Amerikada ziyolilar, masalan bunun ichida mening akam Rishad Abbas, Turdi Xo'jaba, endi shu 33-yili Qashqarda bo'lgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyatimizning davomi bo'lgan 44-yildagi G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyatimiz shular xabar bo'lgan G'ulomidin Paxta apandimni taklif qilib turib Amerikadagi ziyolilar Rishad Kam va boshqa Turdi Xo'ja degandek endi Alim Seytov shu endi bir turkum yoshlar cho'ng bo'lib ziyada Uyg'ur Amerika jamiyati chiqdi. 20 yilning oldida. Sen 8-yili 5-oyda, 5 oyning oxirlariga to'g'ri keldi.
Onundan keyin G'ulji voqeasi uchun Rishad akamning aktiv rol o'ynashi bilan Amerika parlamentida bir shahidlikdan berish, ya'ni shahidlik berish, Guvalıqni o'tish. guvohlikdan guvohlikdan o'tish, parlamentda isbotlik berish faoliyat bo'ldi. Bununla bir Uyg'ur qarindishimiz kelib berdi. Ama şu bir türküm işler bilen şuradaki Erkin Asya Radyosu'na yanıla şu Amerika'da Washington'da aitti aktif Uygur davasını kılavatkan Rishad Akam, Türkçe Katarlık Amerika'daki ziyalilerinin kongreste, senetlerde jürüp lobbycilik kılıştığı, hemimizin ortak Hristiyanlığı, şu çağdaki şu vatan davasını kılavatkan baydak ötkünümüzdek hazırmı hem de saklıkla davatsız aynı vakti mi fakat kol bilen sanığı deklamı nait azdı. Şularının tırışçalıkları bilen 98. yılı 11. ayda Erkin Asya Radyosu kuruldu. Ben şu vakti Erkin Asya Radyosu'nun birinci muhbiri olup Erkin Asya Radyosu'nun birinci programısı başlanğanda şu muhbir ettim. Mishal, yana bir savolni sorg'im keladi Ravshan xonim. Suhbatimizni endi davomlashtiramiz albatta. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, hozir sizlar ko'ryapsizlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan ta'sis qilingan To'rt televiziyasining Nahman maydon programmasi. Bugun biz hozir mana ekran oldida qadrli bizning Amerikadagi o'g'illik siyosiy faoliyatchilarimizdan Ravshan Abbos xonim bilan suhbat olib boryapmiz. Suhbatimiz keyin daxil bo'lgan qarindoshlarimizga buni bir eslatib qo'yishni ma'qul ko'rdim. Ravshan xonim, masalan, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi 1996 yılı Germaniyanın München şehrinde kuruldu. Yani Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı hazırki Dünya Uygur Kurultayı'nınki asasendi. Çünkü 2014 yılı Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı bilen Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı birleştirip bu hazırki Dünya Uygur Kurultayı'nı kurup çıkan. Siz mi şu 1996 yılı kurulgan Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın asaslık bir kurgucu azalarının biri. Ben şu vakti şahit oldum bununla. Mesela bununla tayyorlik qilish uchun 1 yil burun, ya'ni 1995 yılı Qozog'istonda shu Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın tayyorligini yapirish uchun masalan bu yerda Dünya Uygurlari Uygur yoshlar madaniyat uchrashuvi yapirildi. Siz mi Atay'dan Amerika'ga keldiniz? Shuncha vaqtingizni sarf qilib, nimangizni sarf qilib Atay'dan Qozog'istonga keldiniz ve Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nınki dastlabki bir boshlanishi hisoblangan Qozog'istonda o'tkazilgan Dünya Uygur yoshlarning madaniyat uchrashuviga qatnashdingiz. Bunga qatnashish jarayoningiz qanday bo'lgan masalan shu jarayonda? Buni bir xotirlatib o'tsak deyman, yoshlarimiz xabar tepib qolsa. Şu 1995 yılının ahırına doğru geldi. Hazırda Dünya Uygur Kurultayı'nın reisimiz olan Dolunay Efendi'yle bilen alaklaşıp şu faaliyetke teklif kıldı. Aynı vaxtda hem de benim ahvalımın o ikinci oğlum Şadıman hem de bir yaşlı köygen vaxtı. Şu mesela kıyınçılıkım var, ben baramayım ballarım küçük diyen vaxtımda Dolunay'sa özününki şu planlarını hep buna ait muyum, Amerika'da edep kilişi bekmiyorum. Çokum kilişi gerek diyen vaxtda ben bunu bir emir dep kıldım. Hem de hakikaten bu muhacirette teşkilinleşimizin muyumluğu yalnız Amerika'daki faaliyetlerde emas, bütün dünya boyunca faaliyetlerinin elip verilmesinin muyumluğunu uygulan asasda ben şu çalışmaziyaga bordim. Aynı vaxtda shunchalik qiyin yig'in ochmoq, shuning uchunmi buni bir yig'in sifatida emas, madaniyat faoliyati deb chaqirgan. Yig'in qatnashgan qarindoshlarimizning esida maydonga shu kishilar yig'ilib bo'lgandan keyin cho'g'li bir zalda aytilgan. İşçiler zalidagi shundoq bir xonadagi bir zalda o vaqtida shu yig'inni oshqizmay KGB'niki u O'rta Osiyodagi davlatlar mustaqil bo'lgan bilan nihoyatda ig'ir ta'sir ko'rsatgan vaqtlari
Uyulmay şu faaliyet kılışımızga sözleydiğen nutuklarını kaldırıp etip faqatla medeniyet faaliyeti aslında buldu. Kim biz hem de bu medeniyet faaliyeti etip küçük bir elimiz suyada sahneye çıkıp nakşı etip asla hem de nakşını başlasın perdeye birlikte karşısına bayraklarını elip elbette gök bayrağını sahneye sığlıktı. Aşınçılık, kıyınçılık bilen şu bir farklı kıl. Anandan keyin şu günden başlap bizningki partizanistki faaliyetlerimiz başlanıp ketdi. Rahmetlik Haşir Vahidi, rahmetlik Yusufbek Muhlisi, işte hayatda aynı vaqtda şular bilen paylaşıp uçuruşdan ibaratımızdımı bir mehman çakırış süptede yoki bir mehman bulup unda tamak yap oturgandek aşırı şekil hatta bazı yığınlarını açkanda nakşı müzikini koyup da bir oturuş qilgandek qilib qo'yib amaliyotda biz boshqa ayrim uyda matlabda nakşı müzik chiqib turdi. Biz boshqa uyda ilanlarimizni qo'yishib yig'inimizni shu shaklda davom etdi. Demak, faaliyat yani shundoq qilsimi sana tirishchanligi bilan yig'inimizni yaxshi elib berildi. 95 yılının ahiri 98 yılları Milli Kurultaylar 2004 yılı yaşlandı. Şunun 2 yıl yaşlandı. Ana 98 yılı var. Sırtazayın esimde kalmadı mı? Rahmet Raşan Abbas Hanım çünkü sizler bağa vaxtınızda Dolqunaysa siz ve Türkiye'nin bazı yaşlarımız bizim haberimiz var. Biz birlikte teşkilleyen şunu. Biz şu Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı ne açsak bir muvaffak bir şarait var mı yok mu? Çünkü Kazakistan pek mühim biz için. Garbi Türkistan Uygurların köp şehir yaşaydı. Şu şehir yaşlarla Allah kolaylığı degan kararını elip sizler şu kararı bu için sizler vagan tanılı yerde. Ama bir yerde Xitayning ta'sirine ait küçükte şu vaqt 95 yılı bağa vaqt aldı. Ama şunu da sizler Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın asasını silip teşkili asasını turg'izib 96 yılı Germaniyanın München şehrida çağrılgan Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın asasını ve bu yerde kildigan vekillerin asasını hemini şunca besimga qaramay Qozog'iston hukumatining besimga qaramay uni hazırlab keldilar demek. Bu mu Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın meydan kelishida sizlarga o'xshagan pedagoglar yoshlarımızdan şu vaqtida oynagan rolini aytib cho'ng. Ro'shan Abbas Hanım aziz qarindoshlar ekran oldidagi ba'zi aralab texnik jihatda masala chiqadi. Naq maydon programmasi bo'lgandan keyin ba'zi yetishsizliklardan xoli bo'lmaydi ekan. Ba'zi qarindoshlarimiz ovoz yaxshi deydi, ba'zisi ovoz yaxshi emas deydi. Biz muvaffaqiyat qildik. Inshaalloh bundan keyin bu texnik ba'zi masalalarni hal qilishga tirishimiz. Bugun qimmatli bir mehmonimiz bor. Ekranimizda bizningki pedagog siyosiy faoliyatchimiz Ro'shan Abbas Hanım. Xo'sh, Ro'shan Abbas Hanım. Endi bu Guantanamodagi Uyg'urlar degandiklar hamma odamning qalasiga Ro'shan Abbas keldi. Çünkü sizin isminiz bilen Ro'shan Abbas degan bu isim bilan Guantanamodagi Uyg'urlar degan bu isim giralishib ketgan, mulassamlashib ketgan. Nima degan vaqtida siz xatolashmagan bo'lsam 2003-yili bular şu bazı hata ma'lumotlar bilan Afg'onistondagi ba'zi yerliklarning xato dalil isbotlarini ko'rsatib ya da tuhmat qilish bilan yana 23 bo'lsa kerak. Qarashimiz 2003-yili bu Guantanamo turmasiga Amerikaningki, bu Kubadagi Guantanamo turmasiga öğüye apkilildi ve aynı vakti şu yıldan başlayıp bularını kutkuzuş, bularını töhmetini kutkuzuş, bularını aklaş, bütün Şarkı Türkistan Milli Hareketi'ndeki en asaslık yetekçi bir faaliyetlerinin biri, en asaslı gün tertibinin biri aylandı ve bu en asaslı gün tertipte siz merkezi bir rol oynadınız. Değil mi? Diye vaxtıda siz şu Guantanamo'ga özünüz tercümanlıkka bağladınız, şu ballağı kanun cihetini meslek verdiniz. Onundaki iqtisodiyatın, dünyanın arka yerlerden kelgen iqtisoddan yetkizib berish meselesi var. Turmuşdan, ala ahvaldan xabar elish, onundaki ularningki advokat deb berish meselesi. Ahiri siz şu başını tatib, ahirgacha achballar Guantanamo'dan bir-birlab, ular düşman jangchisi emas deb qo'yib berilgan qadar siz izchil shularningki nimasi yenida bo'ldingiz endi. Buningki başını ish masalan sizning Guantanamo
Ballarning 2003 yil u yerga tutib kelinganligidan qanday xabar topdingiz? Sizningki Guantanamoga berishingizningki oxir ko'rinishi nima deb bu vaqtda bu vaqtdagi bir izohingizni olsak. 2002 yılı keldi ballar Guantanamoga. 2002 yılı. Xabarınız bo'lgandekidek, 2001 yılı 11 sentabr vaqasidan keyin Amerika Afg'onistonga kirdi. Afg'onistonda bu ishlar ayon bu to'g'risida to'xtalmay, vaqtimiz hozir 50 minut bo'ldi. Xo'sh. 2002 yılı 2 ayda Guantanamo türmesi ta'sislanib, şu Afg'onistonda tutilgan tutqunlar Guantanamoga yetkazib kelingandan keyin Amerikaning matbuotlariga bu yerda Xitoydagi musulmonlar bor ekan deb Uyg'ur degan ismi tuyuqsizla bizga Uyg'urlarni tonitib qilayotgan da'vatimiz shu. Biz Uyg'urlar Xitoyning ishg'oliyatida qolgan Sharqiy Turkistonni Xitoy besib olgan degan narsani tonitib kelyapti. Buni o'tirg'a chiqib bo'lolmaylar. Bu Uyg'ur degan ism terrorist gumondorlari bilan birlikda matbuotga chiqib turdi. Biz millatimiz uchun hajratdagi Sharqiy Turkiston da'vosi uchun yaxshi emas bir ish. Yani şu vaqtida 2002 yılı 2 ayda birinci turkum bir qancha 3 Uyg'urni shu yerga yetkazdik. Yetkazdik Amerika hukumati bularga bir tarjimon izlab anda u turma ustiga Amerika hukumatining bu istixborot masalasi bo'lg'ashqa Amerika grajdani bo'lish kerak tarjimon degan narsa bilan bular jiddiy bir Uyg'ur tarjimon izlabdi. Şunun bilan ularning Erkin Asiya radiosida Uyg'ur bölümü bo'lg'ashqa Erkin Asiya radiosi bilan aloqa qilib, shunun bilan birinchi email Guantanamo to'g'risida Alim Saytovdan kelgan bir kuni. Men Kaliforniyada edim, ishlab o'tasam Alim Saytov menga bir email avatibdi. Shunda Amerika hukumati bir Amerika grajdanini izlayotdi. Sizning nomeringizni berdi. Siz bilan aloqalashmoqchi. Şunun bilan bunu ishlab kursam angacha atisi telefon keldi. Endi faqat bir tarjimonlik emas, endi muhim bir vazifa. Ya'ni bolalarning endi hammamiz bilamiz bizning dushmanimiz aniq. Dushmanimiz Xitoy hukumati. Shunday. Bu bolalarning Afg'onistonda bo'lib qolishi hargiz Amerikaga qarshi bir xizmat nima bilan emas, maqsad bilan emas. Shuning uchun endi bu bolalarning o'z maqsadini to'g'ri yetkazishi, shu so'roqchilarga Amerika hukumatiga to'g'ri bildirishi intayin muhim. Bu yolg'iz bu Guantanamoga kelgan Uyg'ur bolalarning aqlinib chiqishlar emas, butun bir millatimiz nomini chiqishi bilan munosabatli. Shu ham bu xizmatni aytib jiddiy vazifa deb qaradim. Shuning bilan 2002 yılı 4 ayda Guantanamoga bordim. O vaqtda 3 Uyg'ur ketdi. Men kelgandan keyin anadagi qolgan bolalarni yetkazib akilib 2002 yılı 6 ayda 22 bola to'liq keldi. Ularning tarjimonligini men 2002 yılı 12 ayda so'roqchilarga qildim. Bu jarayonda endi Amerika so'roqchilari, Amerika hukumati bularning gunohsizligini butunlay bildi. Çünkü aynı zamanda endi 2001 yılı 2001 6 ayının 15 günü Şanghay teşkilatı, hamkorlik teşkilatı. Bunun bilan O'rta Osiyodagi bu bolalar turayotgan davlatlarga oid Xitoy bilan hamkorlashib Xitoyning ta'siri yomon kuchli bo'lib ketdi. Bu bolalar bu yerda turolmadi. Chunki ularning qo'lidagi pasportlari, vizalari o'tib ketib qolgan. Bu narsalarni endi qayta Amerika hukumatiga anglatish,
Şu vaqtidagi, ayni vaqtidagi O'rta Osiyoning sharoiti, bu bolalarning nima uchun O'rta Osiyodan ayrilib Afg'onistonga berib qolganligi va vatanimizdagi zulmlar, eng muhimi shu vatandagi bo'layotgan zulmlarni anglatish bularga oid muhim rol o'ynadi. Shuning bilan men ham Amerika hukumati bu bolalarni gunohsiz deb qo'ygandan keyin mening Aralda qiladigan ishim tugadi, endi Guantanamo Aralida qiladigan vazifam tugadi deb istifa berib bolalarimning qishig'iga ketdim. Ketsam keyin Amerika hukumati qayta men bilan yana aloqalashib 2003-yilda yana 2 oylik meni qaytarib keldi. Shunda bo'lganda endi rasmiy meniki Aralda turgan vaqtim 11 ay keyin 13 oy endi yetib qolib shu bolalarning yanında bo'ldim. Asan emas, 1 yildan ortiq aşağıda Guantanamo turmuş şeyde. Allah razı olsun Roşa Hanım. Hoş. Endi davom qilsam endi Elbette. shu chog'dan bu bolalar bu yerda turdi chunki bularni ham esa bularni davlat yo'q. Amerika hukumati nurg'un davlatlar bilan 100 dan ortiq davlat bilan aloqalashdi. Ammo Xitoy hukumati bu davlatlarga xuddi hozir qilayotgandek, hozir qandoq qilib butun dunyodagi shu 190 davlatni jimjit turg'iza olgan bo'lsa, shu vaqtidami shu kuchi bilan yana shu ta'sir ko'rsatib bu bolalarni qabul qiladigan davlat chiqmay yetib ketdi uzun vaqt. 2006-yili Albaniyaga 5 qarindishimiz chiqdi. Shunday. Ondan keyin 2009-yili Bermudaga 4 qarindishimiz chiqdi. Shunday. Yana 2009-yilning oxiriga kelgan vaqtida Palovga 10 uyaga bordi. Keyin Shvetsariyaga 2 bordi. El Salvadorga bordi. Eng oxirgi 3 qarindishimiz 2013-yili 12-oyning 31-kuni yangi yillik sovg'a sifatida Sloveniyaga avatildi. Shunda bo'lib endi jami 2002-yildan 2013-yilgacha 11 yillik hayotim meniki endi shu Guantanamo o'tdi. Bu jarayonda o'zimning maxsus xizmatim bor. Xizmatimni ishlab turib 2003-yildan keyin shu ortda dam olish vaqtlari xizmatdan sirtqi vaqtda berib bolalarning tarjimonligini qilib advokatlar bilan birlikda xizmat qilib Amerika hukumati bilan xizmat qilib shu jarayonlar o'tdi. Keyin qarasam men hayot vaqtida Washingtonga ko'p keldim. Kelib Washingtonda Amerika hukumati parlament a'zolari ularga bolalarning ahvolini tanitib, ular bilan birlikda ishlab ularning erkinlikka chiqish uchun inshaalloh ko'rsatishga tirishdim. Demak endi shu 11 yil jarayonida endi turgan 1 yildan ortiq hayotimni chiqarib aytganda men 60 ta chiqardim dedim. 2-yili men ketgan vaqtimda kichik qizim 6 yoshda. Keyin o bolalarning hammasi chiqib bo'lgan. Qarsam qizim 17 yoshga kiribdi. Allah. Shu bolamning 11 yil hayotigimi endi men shu davrlarda, muhim davrlarda endi bo'lamadim. Allah razı olsun. Hakikaten bu Guantanamo'daki Uygurlar meselesi şu vaxtda ben de Xitay'a karşı onlarını qutquzuş, ularını aqlaşdığın üzümü Xitay'a müstabit Xitay hakimiyetine karşı bir cenk temdi. Çünkü Xitay hakimiyeti şu Guantanamo'daki ballarını bağını qilib turib, Uyghur Milliy hareketinde teröristik hareket mana bularning odamlari Al-Qaida ishlar tutilib hozir Guantanamo'da ubu deb buni nihoyatda cho'ng bir ko'zir qilib Uyg'ur milliy harakatiga nihoyat xalqaro siyosatlarda Uyg'ur milliy harakatini qoralash uchun jiddiy harakat olib borgan. Allah razı olsun siz boyim deb o'tdingiz. Haqiqatan ta'sirli. Chunki hozirgacha shu Guantanamo'da tug'an burun ba'zi qarindoshlarimiz ta'rifingizni qiladi. Ko'p yordamingizning tekkanligini, nihoyat tasalli topganligini o'zlariningki nihoyat ma'naviy jihatdan bo'lib, ruhiy jihatdan cho'ng bir madad berganligingizni hozirgacha ta'riflashdi. O'zingiz dedingiz, 11 oy, 1 yildan ortiq aşağıda turibsiz. Shu butun bolalar qutulib toki hammasi nima bular gunohsiz deb qo'yib berilgan qadar siz butunlay shularni qilsiz va bolalaringizmi cho'ng tabiiy bu orliq bolalaringizmi cho'ngib ketibdi. Albatta qarindoshlar u Ro'shan xonimning shu Guantanamodagi bolalarning oq ko'rinishi Ro'shan xonimning oq ko'rinishi qilib turib ishlangan maxsus bir film bor chet ellik
ajnabilar tarafidan Ravshan xonim buni bu film festivallarga qatnashdi deymi Ravshan xonim bu film cho'ng bir ta'sir qo'zg'agan bir film bo'ldi. O'sha Guantanamodagi bolalar masalasi haqida ishlagan sizin bu filmning ichida cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Alloh rozi bo'lsin. Biz ash bolalarniki gunohsiz bular xato vaqt xatoya turib qolgan, dushman jangchisi emas, bular terrorist emas deb qo'yib berilishning o'zimi Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakati uchun nayt xalqaro siyosatlarda intayin cho'ng bir bizga g'alaba bo'ldi. Bumi bizningki Sharq Turkiston milliy harakatimizningki xalqarodagi obrazi, imajining yaxshilanishidimi? Yaxshi bo'ldi. Ham Xitoyning gapiga taxim ishonmaydigan bo'ldi xalqaro jamoatchilik. Bu yaxshi bir avval. Xo'sh, hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarni anglab kelyapsiz hozir. Demak, chet eldagi muhim hodisalarda, ya'ni milliy Sharq Turkiston milliy harakatiga ta'sir ko'rsatgan muhim hodisalarning hammasida bizning qadrli Ravshan Abbos xonimninki izi bor. Az qatnashdi. Xo'sh, Ravshan xonim vaqtni bir qatdan biz kelayli. Bir ovoz, bir qadam harakatiga az qarindoshlar sizlarga ma'lum bu yil 3-15 kuni butun dunyo miqyosida boshlitilgan bir ovoz bir qadam harakati xalqaro cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bo'libmi hozirgacha olib borgan faoliyatlarimiz ichida matbuot xalqaro matbuotlarda eng ko'p yog'an va eng ko'p talash tortish qilingan bir harakat bo'ldi. Bumi ma'lum manda aytganimda chet eldagi xonim qizlarimizning zo'r bir milliy uyg'unish harakati va shundan keyin dunyoning har qaysi ellərdə xanım qızımız keyin təşkil qılınışqa başladı. Əlbəttə Ravshan xanım siz bu fikirə qandaq gəlgəndiniz siz bununki bu fikri siz tərəfinizdən oturub qoyulğan və siz bunun başlamışsınız. Qandaq bu fikirə gəlgəndiniz? 2007 yılı yazdan başlap vətəndə ahvalına aid ağırlaşdı. Bunu həmimiz bilimiz mən bunu bək təfsili toxtalmasam mı buludu. Alaqalarımız üzüldü. Muhaciratdagi Uyg'urlarning hammamizning kayfiyatimiz, hammamizning hayotimizga bu ta'sir qilgani turdi. Bu sharoitda bizning eng ishchimiz pushqini bo'lib ig'irlashib 1 million odam jazo lagerlarida degan uchurlar bizga o'tgan yilning 2017 yilning kelishga boshladi. Bu vaqtida chet eldagi dünya jamoatchiligi sukut turdi. Shuni. Akam Rishad Abbas Uyg'ur Akademiyaning tahrir raisi bo'lish bilan Uyg'ur Akademiyadagi Turkiyadagi shu tirishchan qarindoshlarimiz bilan birlikda akam o'zining Amerikadagi imtiyozlaridan foydalanib Filadelfiyada akam o'zi hozir turayotgan ashadagi bir nayti bir imtiyozi yuqori bo'lgan bir oliy maktab bilan Drexel University bilan shu lagerlar to'g'risida bir konferans qildi. Shu lager masalasi shu Amerikadagi hamda birinchi qatimliq faoliyat shu bo'ldi. Shu yerda o'tirg'i chiqdi hamda shu vatandagi ahvollar, tilimizning to'silayotganligi, insonlarimizning shundoq tutilib akirib ketib qolganligi shu ahvollar so'zlandi. Andan keyin buningdan keyin yana endi nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Mayli Dunyo Uyg'ur qurultayiniki, o'tkinchaki qurultaydan keyin bo'lsin, Uyg'ur Amerika jamiyati, boshqa miyadagi tashkilotlar faoliyatlarini qilayotgan faoliyatlari bilan biz jazo lagerini texmo jiqroq dunyo jamoatchiligining oldiga chiqishga tirishdik, biroq yanala dunyo sukut. Bu sharoitda nurg'un qarindoshlar bir ish qilsak bo'ladi. Nima qilamiz? Bir ish qilsak bo'ladi degan bir orzu umidda turayotganda, o'sha Guantanamoda yetib chiqqan qarindoshlar endi men bilan davomli aloqalashib turdi. Shularmi menga bir Xotanda bir jazo lageri o'tkazdi degan bir xabar chiqdi esimizda bo'lsa birinchi. Shunday. Shundan keyin bular turamay qoldi. Bu millatimizni tubda qilib yetib bordi. Ravshan siz bir ish qilgan bo'lsangiz deb birinchi taklif ana shu bolalardan keldi. Shunda endi nima qilamiz, qanday qilamiz deganda hozirgi bizning vatanimizda bo'layotgan bu zulmga nisbatan zulmni anglatish, bunga qarshi bir harakat qilish hammamizningki vazifasi. Har bir inson o'zining qo'lidan kelgan bir ishni qilish kerak.
Təşkilatımız yaxşı qılatıdır. Təşkilatımızın yanında biz hər zaman davaçılarımız, fəaliyyətçilərimiz, həm də təşkilatlarımız davanı yaxşı, nəhayət yaxşı etməyivatıdır. Əmdi benim şuma bir avaz, bir qədəm degan bu ismni qo'yishimdagi maqsadim shu bo'lgan. İnglizce'de be one voice, take a step together with all organization, all activists. Biz bütün teşkilatlarımız, bütün dava kılıvatkan faaliyetlerimizden birlikte bir avazda ular birlikte kadem elip bu zulümni dünya cemaatçılığının aldığı et çıkımız. Şu niyet bilen hem de biz hiç qandaq bir təşkilatqa yoki hiç qandaq bir insanlar təhdid etmez. Zaten bütün hayatımda ben şu 18 yaş vaxtımda kirgan bo'lsam bu davaga 33 yıldan beri ben hiç kaçan bir təşkilatның beşiği çıkaydigan bir men bo'lmadi ya bir nam ya degan narsalardan shunga hamda buni biz bütün dunyodagi shundaqligi bu kreativni kim alsin şərəf kimge təvəbbusu bolsun ama bir iş qılayın, bir fəaliyyət qılayın. Məşu məqsəd bilan oturub çıxdı. Bununla bizim Amerikadakı xanım qızlar, yaşlar, Avropadan, həmmə dövlətlərdən, Avstraliya, Yaponiya, həmmə yerdən xanım qızlar bununla aktiv avaz qoşdu. Həmmimizin tirişçanlığı bilan bir haq dava bo'lg'achqa Cenab-ı Allah'ın hamdamligi bilan bütün qarindoshlarımızın kechki kunduzgi ulab tirishchanlik ko'rsatishlari bilan oxirida biz kutgan orzu qilgan bir shaklda chiqildi. Ya'ni bu faqat bir 22 soat davom qilgan 14 davlat 18 shaharda elib berilgan bir namoyishlar emas. Dünya matbuotchiligida 100dan ortiq İngilizce, Germanca, Fransuzca, Japonca bo'lib 100dan ortiq matbuotda shu vaqtda qissa lagerlari mushu namoyish bilan birlikda mushundaq bir namoyish bo'ldi. Chunki bundaq bir jazo lagerlariga 1 milliondan ortiq kishilarning gunohsiz yetyaptiga qarshi namoyish degan bu narsa o'tirg'i chiqdi. Bu nayte xursand bo'ldi, xalqimiz memnun qilgan bir hodisa. Siz doim Ro'shan xonim shuni ko'p ta'kidlaysiz. Men bunga shohid bo'lib kelgandim. Shu chet el matbuotlaridan unumli foydalanishning muhimligini, zarurligini har zaman siz bak ko'p ta'kidlaysiz hamda. Bu yerda shunchalar nimada qanday safarbarlik keltira oldinglar, shunchalar ko'p matbuotlarda bu bir ovoz bir qadam harakatda biz hayron qoldik. Qisqasi shu vaqtning o'zida biz Dünya Urqul TV sübutimizden hakikaten faxrlandik, iftixorlandik. Çünkü dünya bizning chet eldagi bu nima kurash tariximizda oz uchraydigan bir ahvol bo'lganda, qilgan bir faoliyatimizninki matbuot unimining bu darajada yuqori bo'lishandi. Buningda alohida bir sistemlik bir nima planlash va yoki aloqa appadinglar bu vaqtda maxsus. To'g'ri, mening 2009 yıldan başlap 2009 yılı bir midadaki balla çıqqandan keyin hamda g'arb matbuotchiligining nurg'unlari mening bilan Guantanamodagi balla to'g'risida aloqalashgan. Hamda ularning menda aloqa asosli muxbirlarning aloqa metodlari bor, hamda telefon nomerlari, emaillari. Andan keyin yana bu film siz bayda o film çıqqandan keyin Kanadada, Prag'da, Turkiyada, andan keyin Angliyada bo'lib bir qancha davlatlarda cho'ng film festivallariga qatnashgan. Uningdan g'arb matbuotlarida bu shu festivallarni cover qilyapti. Shularni yozgan muxbirlar tarafidan matbuotga chiqqan ko'pandi. Ularning aloqalari bordi. Şu namoyishdan burun, namoyishga 5-3 kun qolganda men shu bütün kompyuterimdagi hamma men nima bilan faqat shu 9 yilning aloqa qilgan bütün muxbirlarga vatandagi shu zulmni, jazo lagerlarining ahvollarini, namoyish qilmoqchi bo'layotganimizni shu xabarlarni men avatdim.
Endi ta'limimizga endi biz bir tirishchanlik ko'rsatdik. Buning malla emas, boshqa qarindoshlarimiz ham shunday qildi. Yoshlarmi, andan keyin Yevropadagilarmi, masalan, Germaniyadagi xonim-qizlar aktiv ularmi German matbuotlari bilan aloqalashdi. Mayli Fransiya, Belgiya, Gollandiya. Men bu yerda birdan atmayman degandim aslida, chunki bir atsangiz bir tushib qolsa bo'lmaydi. Hozirgi atığımның içine bütün 14 devletning hammasi kirsin. Agar men sanamagan bo'lsam, ya biresini sanab, biresini sanamagan bo'lsam özür dilerim. Shu har bir davlatlardagi xonim-qizlarning tirishchanligi birdek shuningga bütün vaqtini, zihnini shu oilalarga, erlarga tomoq etib beradigan, bolalarga qaraydigan vaqtlarni berib, tirishchanlik ko'rsatishlari bilan anan keyin endi biz tirishchanlikni ko'rsatdik. Cenab-ı Allah'ınki yenimizde buluşu bilen biz matbuotlarda bo'lsin, hammaga yaxshi ta'sir bo'ldi. Rahmat Ro'shan xonim, haqiqatan bu bizniki shu xonim qizlarimizniki bir ovoz bir qadam harakati, milliy harakatimizning bir iftixorati, g'ururlandik, faqirlandik. Buningdan nurg'un o'rganishga tegishli nurg'un tajriba saboqlarni yakunladik va xonim qizlarimizning harakatida bir jonlanish va tashkilotlanish va jiddiy shaklda biz asli Ro'shan xonim nihoyatda oldirash Amerikada aziz qarindoshlar, biz shu vaqtni ko'z tutib bugungi naq maydon programmasini 1 soatni oshirmaydi deyishgandi. Hozir 1 soat bo'ldi mana. Shunga Ro'shan xonimdan bir oxirida qo'shimcha qilgan qanday so'zi va xalqimizga qanday yurak so'zi va o'zi shu 17 yosh vaqtidan tortib izchil turdi 85-yillik o'quvchilar 12 dekabr o'quvchilar namoyishiga qatnashgandan tortib hisoblasak izchil turda mushu Sharq Turkiston milliy harakati bilan izchil turda shug'ullanib kelgan bizning fidokor bir siyosiy faoliyatchimiz bo'lish sifatingiz bilan xalqimizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz vaqtida. Endi bizning dushmanimizning kimligi intayin aniq. Bizning dushmanimiz bir dinsiz, imonsiz, ilmikirlik, rezil bir düşman. Endi bu davodikilar endi hammamiz Cenab-ı Allah'ның mundaq bir muqaddas davoni endi bizdek shu xalqimiz, bizning shu xalqimizdek bir aq ko'ngil, samimiy tarixda shunchalik qahramonliklarni ko'rsatib, bahodirlarni yaratgan shundaq bir millatningki xizmatini qilish bizning zimmamizga tushganligidan faxrlanamiz. Bir mushakkallik, fidokorlik talab qiladigan bütün niyetimiz, vaqtimiz, zihnimiz, quvvatimizni berib, bu muqaddas xizmatga bütün majburiyatimiz deb kirishadigan bir da'vo. Endi Alloh yo'lida buni bir hammamizningki zimmamizga tushgan bir mas'uliyat va qilayotgan Alloh yo'lidagi ibodatimiz deb bilishimiz kerak. Allah oldida hammamiz faqatla o'zimizning qo'lidan keladigan ish bilan sorumlilik qila oladigan ish bilan qo'limiz nima kelsa shuni qilishimiz kerak. Tashkilotlarimiz yaxshi qilyotdi. Bizning qila oladiganimiz shu tashkilotlarimizga hamdamda bo'lib, shularning yendi bo'lib, qo'llab hammamiz o'zimizning qo'limizdan kelgan ish bilan bu da'voga kirishimiz kerak. Yoshlarni yetaklashimiz intayin muhim. To'g'ri, hozir hammamizning kayfiyatimiz yaxshi emas. Hammamizning urug' tuqqanlarimiz shu jazo lagerlarida yetyapti. Shularni o'ylasak, havo sovuq bo'lib ketib bordi. Shu qorong'u zindonlarda shular nima ish qilayotgandi, hammamizning ko'nglimiz yerim bo'ldi. Biroq biz shular uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Shularning ovozi bo'lib, shularning ko'z yoshlari bo'lib, yoshlar bu da'voga kirsa, yoshlarni tarbiyalashimiz intayin muhim. Xonim-qizlarningki bu da'voga sahib chiqishimiz intayin muhim. Yoshlar bu da'voni qilgan vaqtida ularning yetilishi, jamiyatga hassa qo'shishi ham ularning xarakteri, kishilik munosabat, tajriba saboq hamma tarafdan bularga bir yaxshi bir asos bo'ladi. Shuning uchun samimiy niyatimiz bilan bu da'voga kirishimiz lozim. Shunday qilganda Allohning yenimizda bo'lishi bilan
İnşallah bizga yo'riqliq bir kuni keladi deb ishonaman. İnşallah, inşallah. Aziz qardoshlar, bayımı programının başını deb o'tdim. Mesela bizniki bu chet elda Sharq Turkiston milliy harakati, milliy mustaqillik harakatidagi qo'lliq, ya'ni bu da'voda izchilligi bo'lgan qo'lliq tayanch kuchlarimizning, ya'ni bu da'voning motoriga aylangan qo'lliq tayanch kuchlarimizning Ro'shan Abbos xonimga o'xshash tayanch kuchlarimizningki hayotini surishtirsanlar, hammasininki nihoyatda hammamiz faxrlangidek, iftixorlandigidek, ulgu olgidek nihoyatda chiroyli bir o'tmishi bor, kurash tarixi bor va siyosiy hayoti nihoyatda shodliq, butun hayoti fidokorlik bilan, shunday umid bilan, jasorat bilan o'tgan bir qarindoshlarimiz. Albatta bular ya'ni har zaman mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiniki ko'zi qadalgan mix, yuragi sanjilgan o'tkir xanjar bo'lib keldi. Bo'libmi Amerika nihoyatda muhim Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatiniki kelgusi istiqboli uchun xalqimizningki kelgusi taqdir masalasining hal bo'linishida bu Amerika nihoyatda muhim bir davlat. Men buni beshida o'tdim. Amerika dunyoninki siyosiy, iqtisodiy, harbiy markazi. Az qanday shunga Amerikada Ro'shan Abbosga o'xshash va Abbos ailesiga o'xshash va boshqa Amerikada aktiv siyosiy faoliyat berayotgan qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizning hammasi men deb o'tgandek Xitoyninki birinchi nomerlik hujum nishoni ham Xitoylar bir tarafdan Xitoy markaziy hukumati bevosita diplomatik munosabatlarni ishqilib, lobby munosabatlarini ishqilib Amerikadagi bularning ishini to'sashga, yo'lini to'sashga tirishsa, yana birisi o'zining chet eldagi g'olchilar orqali bularga turli tuhmat, haqoratlarni yog'dirish va orqali bularningki jasoratini sundurishga urindidu. Bularni o'zininki bu milliy irodasini yenishga, zo'rlashga tirishmoqda aziz qarindoshlar. Ammo bizning siyosiy faoliyatchilarimiz bularning hammasining diliga Janob Alloh bu da'vo nimasi ro'yini sog'an, milliy ruhni bularning Janob Alloh diliga sog'an. Bular hech bir zaman buningga bosh egmadi, pisand qilmadi. Albatta bu yerda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiniki bevosita qarshi turishi hayron qilarlik ish emas. Qarshi turmasa hayron qilamiz. Buning g'olchilarininki, chet eldagi munofiqlarning, josuslarninki hujum qilishi bu normal ish. Ammo yana bu yerda o'zining shaxsiy adovatlarini, o'zining shaxsiy o'chmanligini, o'zining hasadxo'rligini Sharq Turkiston milliy da'vosininki ustiga qo'yib olgan ba'zi odamlarning hujumga uchrashi bularninki bu haqiqatan xalqimiz ibrat ilishga tegishli bir ish, afsuslanishga tegishli ish. Amaliyotda bo'lsa bu o'zimizning adovatlarni, o'zimizning ko'rmasligimizni, shaxsiy ziddiyatlarimizni milliy da'voning ustiga qo'yib olish va bu orqali bu yerda aktiv faoliyat qilayotgan bizning qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizga bu yerda har xil shakllar bilan bu yerda hujum qilishning o'zimi ma'lum mandat vaqtida ig'ir darajadagi bir milliy mas'uliyatsizlik va aniqroq degan vaqtida bumi ma'lum mandat vaqtida da'vo qilingan bir xiyonat deb qarasak bo'ladi aziz qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan Ro'shan Abbos xonim nihoyat oldirash aziz qarindoshlar bugun ataytan vaqtini chiqarib bizning ziyoratimizni qabul qilganligi uchun Ro'shan Abbos xonimga hammalarga vakolatdan qayta minnatdorligimni bildiraman. Ro'shan vaqt munosabati bilan Ro'shan Abbos xonimningki hayoti ham yazsaqna churgan chiqdi, chiroyli go'zal hayoti bor. Bayim deb o'tdinglar. 17 yoshidan boshlab universitet Shinjang universitetida o'qiyotgan vaqtidan tortib hozirgacha bu da'voning ichida va yoshlar harakatida, ayollar harakatida da'voyimizda har zaman iz qoldirgan, bunga boshdan cho'k kelgan bizning munavvar faxrlanishga tegishli xonimlarimizningki birisi. Ro'shan xonim, ataytan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun tekrar rahmatimni bildiraman. İnşallah bundan keyin albatta sizni bir chiqarib oldik ekranga. Bundan keyin qo'yib atmaymiz. Bundan keyin bu boshqa temalarda, turli mazmunlarda siz bilan doim pat-pat ekranda ko'rishib suhbat o'tkazishga tirishimiz. Sizga tekrar rahmatimni bildiraman. Xayrli oqshomlar tilayman sizni. Sizga ko'p rahmat, qarindoshlarga, vatandoshlarga sizga rahmat. Allohga omonat bo'lsin. Xayr ko'rsin. Rahmat. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganinglar Dunyo qurultiyi tomonidan tasdiqlangan to'rt televiziyasininki bugungi naq maydon programmasi aziz qarindoshlar. Boya biz Amerikada istiqomat qilib turayotgan Ro'shan Abbos xonim bilan biz bugun naq maydon suhbati o'tkazdik. Bundan keyin pat-pat mushu ekran orqali sizlar bilan pat-pat ko'rishib turamiz va sizlar qiziqqan va qiziqadigan har xil temalarda suhbat o'tkazishtirishimiz. Ekranimizning tepida ko'rinib turgan bu telefon nomeri bor.
WhatsApp nomeri bu arkalık mı bir vasıtayla telefon kılıp bizimki nahmeydan söhbetimizge bir vasıta bir yerde katmışa alırsınız aziz qarindoshlar. Bir yerde shuni eskartib yana biz o'tgan oydan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashviqot uchur markazi tarafidan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasida haftalik xabarlar programmasini yo'l qo'ygan va har yakshanba kuni biz haftalik xabarlar programmasini berib kelyapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Facebook sayfasi orqali aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sayfasiga kirsanglar haftalik xabarlarni ko'ra olasizlar va yakshanba inshaalloh bu haftadaki o'tgan haftadaki Sharq Turkistonga munosabatlik, Uyg'urlar munosabatlik muhim uchurlarni sizlar atlikka Xudoyim bursa inshaalloh salomatli bo'lsak Dunyo Uyg'ur qurultiyi Facebook sayfasidan buni ko'ra olasizlar aziz qarindoshlar. Bugun otaytni vaqtini chiqarib aziz qarindoshlarimizning bu suhbatimiz doil bo'lgan, qatnashgan, bizga madad bergan, biz uchun duo qilgan bütün qarindoshlarimizga takrar minnatdorligimni bildiraman aziz qarindoshlar va hammanglarga xayrlik oqshomlar tilayman va shundaqla hammanglarga Janob Allohdan salomatlik, xotirjamlik va iqtisodiyat va barakat tilayman. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishamiz qarindoshlar. Atlik dushanba kuni oldimizga dushanba kuni bir yerda eskartib qo'yganda Germaniya vaqti soat 9da va Turkiya vaqti soat Germaniya vaqti soat 7da va Turkiya vaqti soat 9da biz istiqrotiya mutaxassisi Turkiyadagi doçent doktor bizningki qadrlik Erkin Akram efendim bilan bu Sharq Turkiston milliy mustaqilligiga erishishimizda qanday bosqichlarni besib o'tishimiz kerak degan nihoyat muhim bir temada suhbatimiz bo'ladi va seshanba kuni yana o'xshash vaqtda Turkiya vaqti soat 9da bizningki milliy ustozlarimizdan va bizning adib yozuvchimiz, milliy kurashchilarimizdan Mamtumin Hazrat efendim bilan yana navbatda Sharq Turkiston milliy harakatida duch kelayotgan muhim masalalar haqida maxsus biz suhbat olib boramiz va suhbatimiz bu shaklda davomlashadi. Hammalarga takrar xayrli oqshomlar tilayman. Kelar qatimlik suhbatimizda ko'rishishga omon bo'linglar, xayr qo'sh.